Bugun muddatli harbiy xizmatni o'tash yoshlar uchun nafaqat burch, balki mustaqil hayotga qadam qo'yish, zamonaviy kasb-hunarlarni egallash uchun eng muhim davrlardan biriga aylandi. Prezidentimizning tegishli qaroriga ko'ra, ayni kunlarda saralash jarayonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan yigitlarni qurolli kuchlarimiz saflariga kuzatish marosimlari bo'lib o'tmoqda. Mudofaa vazirligi qo'shinlarida muddatli harbiy xizmatni o'tashga otlangan bir guruh chaqiriluvchilar poytaxtimizdagi Qurolli Kuchlar davlat muzeyi oldida jam bo'ldilar. Yuksak ruh, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ulari bilan yo'rilgan tantanali marosimda Toshkent harbiy okrug qo'mondonligi mas'ul ofitserlari, mahalliy hokimlik va keng jamoatchilik vakillari, chaqiriluvchilarning ota-onalari, faxriylar va yoshlar ishtirok etdi. Aytish kerakki, prezidentimiz Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondoni boshchiligida milliy armiyamizga, xususan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga yetarli shart-sharoit yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Navarami yigitlik burchini bajargan ketyapti ekan. Avvalo prezidentimizga rahmat, shuncha imkoniyat, sharoitlar yaratgani uchun. Biz bundan xursandmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Askarlarga qator imtiyozlar va imkoniyatlar joriy etilayotgani muddatli harbiy xizmat nufuzini yanada oshishiga xizmat qilmoqda. Bu ushbu tadbirda ham alohida e'tirof etildi. Vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Sharqiy harbiy okrug qo'shinlarida xizmat qilishga otlangan o'g'lonlarga mas'ullar hamda faxriylar tomonidan esdalik sovg'alar topshirildi. Yoshlar esa o'z navbatida bildirilgan ishonchni oqlash, xizmati davomida intizom va sadoqatni ustuvor vazifa deb bilishlarini qat'iy ta'kidlashdi. Shuningdek, Sharqiy harbiy okrug Farg'ona garnizonidagi harbiy qismda hamda Surxondaryo va Qashqadaryo viloyati Mudofaa ishlari boshqarmasida bir guruh o'g'lonlar muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun tantanali ravishda kuzatildi. Xizmat qilishga otlangan yigitlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Yoshlar esa o'z navbatida bildirilgan ishonchni oqlash, xizmati davomida intizom va sadoqatni ustuvor vazifa deb bilishini qat'iy